Assalomu alaykum. Efirda kun xabarlari kanalimizga xush kelibsiz do'stlar. Hurmatli do'stlar, kanalimizga obuna bo'ling, like bosib, bizni kanalni qo'llab-quvvatlang, o'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Portugaliya terma jamoasi hamda Saudiya Arabistonining Al Nasr klubi sardori Cristiano Ronaldo oilasi bilan birga shaxsiy samolyotida Saudiya Arabistonini zudlik bilan tark etdi. Manbaning yozishiga ko'ra, Cristiano Ronaldo shaxsiy samolyotida Misrga va O'rta Yer dengizi orqali Yevropaga uchgan. Ma'lumki, Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonining Ar-Riyos shahrida sevgilisi Jorjina Rodriges bilan 5 nafar farzandi bilan istiqomat qilib keladi. Qayd etish joizki, Yaqin Sharqdagi mojaro sport musobaqalariga ham o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Xususan, futbolga ham jiddiy ta'sir qilmoqda. So'zimga yaqqol misol sifatida Italiyaning Inter terma jamoasida bir necha yillardan beri to'p surib kelayotgan eronlik futbolchi Mehdi Tarimi o'z butsilarini mixga ilib, Eron armiyasiga qo'shilishga qaror qilganligi haqida xabarlar tarqalgan edi. Yana shuni qo'shimcha qilish mumkinki, do'stlar, Eron milliy terma jamoasi jahon chempionatida ishtirok etmasligi haqida ham ma'lumotlar tarqaldi. Eron terma jamoasi jahon chempionatida ishtirok etmasligining asosiy sababi hozirgi vaziyat hisoblanadi. Qo'shma Shtatlar hamda Eron o'rtasidagi ayni vaqtdagi ziddiyat sabab Eron futbol federatsiyasi jahon chempionatini tark etishga qaror qilgan. Yana shu aniqki, do'stlar, Eron terma jamoasi joy olgan guruhning barcha uchrashuvlari Qo'shma Shtatlarda o'tkazilishi rejalashtirilgan edi. Yaqin Sharqdagi vaziyat sabab Dohada o'tkazilish ko'zda tutilgan Ispaniya hamda Argentina terma jamoalari o'rtasidagi bahs ham so'roq ostiga qoldirildi. Bu bahs ham ko'p ehtimol bilan FIFA tomonidan bekor qilinadi do'stlar. Hurmatli do'stlar, kanalimizga obuna bo'ling, like bosib, bizni kanalni qo'llab-quvvatlang, o'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring.